alaykum og'aylar, mana ishlar ketyapti shu o'zganda. Hali klapanimni tortirganman. Menga karbyuratorni qilib bersiz bo'ldi. Rasxod qancha ichadi deydigan akalarga-da. Og'aylar, klapanlarni misol определённый razmerlarga tortamizda, havo tomon, masalan, mana bir tomon havodiki, bir tomon benzindiki deganda, misol высасывающий klapanlar deyiladi. Ularda ashi motoringizni birinchidan tekis ishlaydigan razmerlarga tortamiz, qismaymiz, boshqa qilmaymiz, чтобы ham jim ishlasin, ham ekonomichniy и mashina ровный, motor ровный ishlasin bo'ladigan razmerlarga tortamiz. Mana mononda bo'sh bo'lgan klapanlar, mana mononiki. Bo'sh ekan klapanlar hammasi. Degani havo chirichur ko'p bo'lib ketadi. Karbyuratorda biz havo qisishimiz kerak, iloji yo'q endi. Kimlardir bor ustalarimiz gulchop qistirib qo'yadi. Kimlardir o воздушный klapanni salafan bilan, jiklyor bilan to'sib qo'yadi. Ularni to'smasdan hamma yo'g'i cho'tki ishlaydigan razmerlarga tortib, keyin karbyuratorlarni teryapmiz. Rasxodini o'lchab beryapmiz. Mana mononda bo'lsa, og'aylar совсем qisib yuborgan mana mononda. U qisgandan keyin manaqada mana monon havo tomoni, mana karbyuratorda benzin tomon qisib tashlagan. Qisgandan keyin mashina havo kam bo'lib qolib, benzin ko'payib ketadi. Tushunyapsizlarmi? Toplivo ko'payib ketadi. Topливni воздушная smesda aralashtirib beradi karbyurator. Mana shu motorni so'raganini. Uni kompressiyani chiroyli qilib berish uchun klapanlar cho'tki tortilgan bo'lishi kerak. Mana mononda hozir klapanlar qisilgan bo'lgan. Mana hozir tortdim klapanlarni. Hozir karbyuratorni endi ashi razmerlarga to'g'rilab teryapman hozir. Svichalarni almashtiramiz buni. Xudo xolasa. Mana mono laboda, lekin buni qilgan odamga karbyuratorga haykal qo'yadigan ekanda. Pametnik надо ставить такому мастеру deb qo'yadi-yu. Mana shunaqa ish bo'lgan ekan. Karbyuratorning ichida bir ikkita jiklyorlarni esdan chiqarib qo'yib chekildi, ustamiz qo'yib qo'yishdi. Jiklyor kam chiqyapti, tushunyapsizlarmi, o'g'aylar? Bu odam 3 kundan beri meni kutdi. 3 kundan beri kutdi, mana hozir qildim. Tramblori bir zubga adashgan ekan solet. Bularda zub bo'ladi, shlitsa emas. Tramblor bir tomonga borib taqalib qolgan, ranaga borib turib, dalshi yana so'rayapti, jildirish ilosi yo'q bo'lib qolgan. Bir zubga tashladik, mana tramblor o'rtasiga keldi, cho'kka ishlayapti, mashina sohotda ishlayapti. Mana bu qaranglar, o'g'aylar, mana. Ko'rdinglarmi? Chekka chiga olyapti mashina. Tatalayman deyaptilar bu. Ancha-muncha yukini indamasdan olib chiqib ketaman deyapti. Mana bu zavat bo'lishdi, qaranglar. Ko'ryapsizmi? Mana. Tatallab qo'yaman deyapti. Mana shunaqa o'g'aylar, aloqalar. Biz xudo xolasa xizmatlar bo'lsa, mana shu o'zganda do'konimizdamiz. Juma kuni o'shda ish qilamiz o'g'aylar. Juma kuni o'shda, qolgan kunlari o'zgandamiz. Aloqadamiz. Telefonlashib kelaverasizlar. Mana shu pastga o'zgan adres so'raganlarga shu yoqda mana haykaldan kirib kelayotganingizda mana shu do'ngdamiz. Do'ng boshidamiz o'g'aylar. Mana bu do'kon.